ko'rdik. Xush kelibsizlar jonli qarsaklar bo'lsin, avvalosi o'zlaringiz uchun. Nimagadir kayfiyatlar sezilmayapti. Bu konsert dasturiga juda yuqori tayyorgarlik ko'rilgan. Menimcha yuzingizda tabassumni ko'rmayapman. Qarsak so'raganda ham qarzga bo'lyapti qarsaklar. Jonliroq qarsaklar o'quvchilar sharafiga. Gap bo'lish mumkin emas. Endi rasmiyatchilikdan samimiyatchilik tomon o'tamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Vaqtlaringizni ayamasdan bugun bizning dasturimizda ishtirok etib turganingiz uchun rahmat, tashakkur deymiz. Hammangizni xush ko'rdik. Qadamlaringizga ming bora hasanotlar bo'lsin. Xo'p, endi qisqa savol-javob va undan so'ng men konsert dasturiga navbat bersam bo'ladi. Tumandagi 12-sonli bolalar musiqa va san'at maktabini bilganlar 10 qo'lni ko'tarib tasdiqlab bersin. Rahmat. Hamma bilar ekan-ku, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, tumandagi 12-sonli bolalar musiqa va san'at maktabiga farzandi bo'ladiganlar 10 qo'lni ko'tarsin. Gap yo'q, lekin menimcha hamma ota-onalar bugungi konsert dasturiga haqiqatda faollik bilan ishtirok etaman. Farzandimni qo'llab-quvvatlayman. Oila a'zolarim shu sahnadan chiqishadi deganlar. Bitta qo'llab-quvvatlash uchun ikki qo'lingizni teparoq ko'tarib, jonliroq qarsaklar bo'lsa arziydi. Azizlar, musiqa va san'at maktabi qanday dargoh? Juda muqaddas dargoh desak mubolag'a bo'lmaydi. Manaman degan san'atkoringiz ham avvalo musiqa maktabida tarbiya topadi. Bu yerda hamma narsa sof, hamma narsa beg'ubor. Bolalar ilk sahnani mana shu musiqa maktabida ko'rishadi. Siz bilgan, siz tanigan har qanday estrada yulduzi ham avvalosi musiqa maktabida tahsil olgan. Bugun sizlarning farzandlaringiz, sizlarning yaqinlaringiz mana shu sahnada ko'rinish berishadi. Sizlardan bir iltimos, ular chiqqanda ularni qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab, quvonchlariga sherik bo'lib, davramizni chiroyli o'tishda xizmat qilasiz degan umiddamiz. Barchangizga a'lo kayfiyat tilagan holda dasturlarimizni boshlaymiz. 12-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi konsert dasturini e'tiboringizga havola etadi. Qani marhamat. Ko'ksim tog' qalqondir sha'nim, uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdir azal. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim, uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdir azal. Kim yurtidan yo'lim qilsa berdirman sham. Kim yurtiga sodiq tursa berdirman sham. Kim yurtidan yo'lim qilsa berdirman sham. Kim yurtiga sodiq tursa berdirman sham. Yovning xushbo'y gul ham alafdir menga.
Yurtim ham go'yo Ka'ba tarafdir menga. To'ron arsloni bo'lmoq sharafdir menga. Yigit uchun vatan deb yashamoq go'zal. Yovning xushbo'y gul ham talabdir menga. Yurtim ham go'yo Ka'ba tarafdir menga. To'ron arsloni bo'lmoq sharafdir menga. Yigit uchun vatan deb yashamoq go'zal. Kim yurtidan yo'lni quvsa eldir manasha. Kim yurtiga sodiq tursa eldir manasha. Kim yurtidan yo'lni quvsa eldir manasha. Kim yurtiga sodiq tursa eldir manasha. Eldirman o'sha. Keladi yollarning qilgaydi. Vatanim hurlik degan baxtga to'lgaydi. Kun kelar eng buyuk davlat bo'lgaydi. Millionlab mangu berdi bo'lar u mahal. Hay onam o'g'il tug'sa mendir manasha. Hay onam o'g'il tug'sa mendir manasha. Kim yurtidan yo'lni quvsa mendir manasha. Kim yurtiga sodiq tursa mendirman o'sha. Gulduros qarsaklar boshlig'i Jinob Muridinov. Tashakkurlarimizni suhbatimiz davom etamiz. Bahoriy ko'zlar kompozitsiya. Bosh eshak ijro etadi Shahzoda Naim va raqsida Xaraklar Parsanxon